men bitta narsani tushunmayman-da. Bitta psixologda ham videosi yonimdan chiqib qolganda, o'sha payt rosa nafratlanib qolganman. Otasiz qizlarni olmanglar, o'z boshimcha bo'ladi deganda. Men atrofimda deyarli barcha qiz otasi yo'q yoki ayri yoki dunyodan o'tib qolgan. Shu qatorda men ham. Nimaga biz mentalitetimiz bunaqa psixcha o'ylaydi? Soch kelsa ham otasi yo'q ekan deb qaytib ketadi. Bir bola bo'lsa ham mashinasini omnaq qilib tamg'a bo'ladi. Otasiz qizlar qanaqa sizlarga yomonlik qildi? Nimaga? Kerak bo'lsa-chi, otasiz qizlar otalik qizdan ham tarbiyali bor-ku. Otasi nima deydi, hayotda bo'lmasa ham yoki otasi yonida bo'lmasa ham otasiga ko'p rahmat eshittiradigan, tarbiyasiga rahmat eshittiradigan otasi yo'q qizlar bo'ladi-da ko'pincha. O'zining hurmatini bilib tekis yuradigan qizlar. Mana shu mentalitetdan bir xil jahlim chiqadi-da. Biling deyman, qaysi xayol bilan o'zinglar xuddi biz tanladik-da o'sha taqdirni biz aybdormiz.